Allohning kaltagidan ehtiyot bo'ling. Alloh ursa sezdirmay uradi, birodar. Allohni bugungi kunda sezdirmay urayotganligini aytaymi? Farosatsizligimizning evazidan, birodar, bugun bomdod namozini qazo qilasiz-ku. Birodar, necha yil bo'ldi tahajjudga turganingizga? Yillar bo'ldi-ku. Qachon oxirgi ro'zadan tashqari nafil ro'za tutuvdingiz? Dushanba va payshanba kunlari. Qachon birodar 5 mahal namoz o'qisangiz-ku mayli, 5 mahal namozdan ortiqroq bir 2 rakat nafil, 2 rakat qazo yo 2 rakat shukrona namozini o'qimadingiz-ku, birodar. Necha oylar bo'lib ketdi Qur'onni qo'lingizga olmagansiz. To'g'risi, siz hali Qur'onni arabiysini ham o'qiy olmaysiz-ku. Birodar, sizni Alloh urayotgani mana shu emasmi? Alloh azoblayotgani shu emasmi, birodar? Farosatsizligimiz evazidan, bizning gunohlarimizning evazidan